Aktrisa Feruza Normatova qaynonasini yig'latdi. Azizlar, videoroligimizni oxirigacha ko'ring. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Feruza Normatova yana bir bor muhokamalar markaziga aylandi. Bu safar u sahna yoki shaxsiy bayonotlar bilan emas, balki oilaviy qadriyatlarga bo'lgan munosabat bilan ko'pchilikni qalbini iletdi. Instagram sahifasida berilgan intervyu davomida Feruza Normatova qaynonasiga yangi ipxon sovg'a qilganini ochiq aytdi. Uning aytishicha, bu oddiy sovg'a emas, balki hurmat, minnatdorchilik va oilaviy mehr ifodasi bo'lgan. Qaynonam onamdek inson, har doim duoda, har doim qo'llab-quvvatlab turadi. Bu sovg'a uni xursand qilish uchun qilingan kichik bir e'tibor, deydi Feruza Normatova o'z intervyusida. Bu video e'lon qilinishi bilanoq ijtimoiy tarmoqlarda turli fikrlar paydo bo'ldi. Ayrimlar Feruzani bu ishini namuna sifatida olqishlasa, boshqalar uning qaynonasi bilan bo'lgan munosabatlariga havas qilishdi. Ko'plab kuzatuvchilar esa shunday deb yozishdi: hamma kelin ham shunday bo'lsa edi. Bu haqiqiy hurmat, pul muhim emas, e'tibor muhim, deydi kommentariyada muxlislari. Feruza Normatova shuncha gap so'zlardan keyin ham o'zini yo'qotmadi. Aksincha, hammasidan xursandchiligini, Alloh nimani ravo ko'rgan bo'lsa, barchasiga shukr, deydi aktrisa. Bu chiqishi hammaga o'rnak bo'la oldi. Kim nima demasin, orqamdan fisq-u fasod gaplar qilmasin, turmush o'rtog'im yonida baxtliman. Bizni hech kim hech qachon tinchimizni buza olmaydi, deydi Feruza Normatova. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.